Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Podmoskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Sizga eng ishonchli 7 yillik stajga ega bo'lgan xizmatlarimizni taklif etamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомленияsi bilan, eng arzon narxda 1 yillik garantiyasi bilan, Amina ilovasidan ro'yxatdan o'tmaganlar uchun hostelga registratsiya, INN, SNILS, proverka запрет hamda reyestrdan chiqarish, shu va boshqa xizmatlar uchun ekrandagi raqamlarga WhatsAppdan yozing yoki telefon raqamga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, tezkor xabar. Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan yagona raqamli savdo makonini yaratishni taklif qildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29-may kuni Ostona shahrida Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. Kun tartibidan ko'p tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish, sanoat kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash, sheriklikning ustuvor yo'nalishlarida qo'shma dasturlarni amalga oshirish masalalari o'rin oldi. O'zbekiston Prezidenti nutqining avvalida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni izchil ravishda kengaytirish va chuqurlashtirish mamlakatimiz tashqi iqtisodiy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari bilan hamkorlik kompleks iqtisodiy sheriklik tusini olganini qayd etildi. O'zaro savdo hajmi barqaror o'sib bormoqda, sanoat kooperatsiyasi kengayib, logistika aloqalari mustahkamlanmoqda. Raqamli iqtisodiyot, energetika va xizmatlar sohasida hamkorlikning yangi yo'nalishlari shakllanmoqda. Joriy yilda Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bilan 3 yillik hamkorlik rejimi amalga oshirish yakuniga yetayotgani bildirildi. Shu munosabat bilan joriy yilning kuz faslida Toshkent shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bilan qo'shma ishchi guruhning navbatdagi yig'ilishi doirasida yangi rejani qabul qilish taklif etildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston kooperatsiya bo'yicha yagona darcha formatida Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bilan hamkorlikda sheriklarni tanlaydigan erkin sanoat zonalari negizida tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydigan, moliyalashtirishni jalb etishga ko'maklashadigan qo'shma loyiha ofisini ochishga tayyorligini bildirdi. Moskvaning Mitin tumanidagi Mitinskiy les turar joy majmuasida maktab qurilish maydonchasida migrant ishchilar o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'lib o'tdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, mojaro paytida armatura, g'isht, asboblar va qurilish chiqindilari ishlatilgan. Ishchilar qurilish maydonchasida musht va tepkilar bilan bir-birini ayamay siylashgan. Mahalliy aholining aytishicha, bu qurilish ishchilari o'rtasida bo'lgan birinchi mushtlashuv emas. Hali jarohatlar yoki hibsga olishlar haqida xabarlar berilmagan. Politsiya xodimlari tong otgandan kurortning rayondagi hosilni tekshirish uchun yetib keldi. Sankt-Peterburg politsiyasi migratsiya qonunlariga rioya qilishni tekshirish uchun Repino qishlog'ida keng ko'lamli profilaktik reyd o'tkazdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha bosh boshqarmasining matbuot xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, Lugovaya ko'chasidagi hosil huquqni muhofaza qilish organlarining diqqat markazida bo'lgan reydda bosh boshqarmaning bir nechta bo'linmalari, jumladan migratsiya xizmati, maxsus polk va xizmat itlari bilan kinologlar ishtirok etishdi, deb xabar bergan politsiya katta inspektori Maksim Smirnov. Eshikni oching, politsiya degan baqir-chaqirlardan so'ng ba'zilari eshikni tez ochgan. Uxlab qolib eshitmaganlarning eshigi politsiyachilar tomonidan tepib buzib ochilgan. Reyd davomida 250 dan ortiq migrantlarning hujjatlari tekshirildi. Hostelda yashovchilarning aksariyati shubha uyg'otmagan, ammo qoidabuzarliklardan ham topildi. Bir nechta kishi shaxsini aniqlash uchun bo'limga olib ketildi va migratsiya qoidalarini buzgan 3 kishiga Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy huquq buzarliklar kodeksining tegishli moddasi bo'yicha jarimaga solindi.